Salom do'stlar, Jasurbek Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videorolikda do'stlar, men sizlarga yangi mikrofonim Fifine AM8 mikrofonimni va uning firmenniy pantografini sizlarga batafsil raspakovka qilib ko'rsatib bermoqchiman do'stlar. Agar mabodo siz streamlaringiz uchun mikrofon yoki YouTube uchun mikrofon ko'rayotgan bo'lsangiz, bu obzorim sizlar uchun maxsus, chunki men bu mikrofonni bo'lajak streamlarim uchun va YouTube'da videolarimga ozvuchka dublyaj qilish uchun olganman va shu videoda sizlarga batafsil bu mikrofonni plus va minuslarni ko'rsatib obzor qilib ko'rsatib beraman do'stlar. Xo'sh, o'ylaymanki do'stlar, uzoq vaqt davomidagi tanaffusimdan so'ng meni unutib qo'ymadingizlar degan umiddaman, chunki 1 yil davomida meni YouTube kanalimda yangi video chiqmadi. Shuning uchun hozir sekin-asta YouTube ga qaytib oldingi aktivimni tiklashni harakatedaman do'stlar. Shuning uchun do'stlar, sizlardan arzimagan like'ingizni bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardim, chunki bu like'laringiz menga yanada yangi videolar chiqarishim uchun podдержка bo'ladi. Chunki bilasiz, YouTube hali O'zbekistonga pul to'lamaydi, men ham hali YouTube'dan pul topmayman. Shuning uchun bu videoga ketkizgan vaqtim va mehnatimni shu like'laringiz bilan meni qo'llab-quvvatlaysiz. Agar unchalik erinchoq odam bo'lmasangiz, kommentariy yozsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Nur ustiga a'lo nur bo'ladi do'stlar. Shunday qilib, videoni boshlashni juda ham ko'p cho'zgim kelmayapti. Shuning uchun introdan so'ng obzorimizni davom ettiramiz do'stlar. Qani ketdik. Xo'sh do'stlar, men bu mikrofonni nega olganimni boshidan aytib o'tib ketsam, chunki menda o'sha ovoz yozish uchun sifatli mikrofonim bor edi va shu paytgacha idealni ishlab kelyapgandi. Lekin bitta minusi vizualniy jihatdan menga o'sha unchalik yoqmay qolgan edi. Shunga yangi mikrofonni ham vizualniy, ham ovoz yozish jihatdan idealniy bo'lgan variantini qidirishni boshladim va shu Fifine mikrofonida to'xtadim. Birinchi bo'lib raspakovkani mikrofonni o'rnatiladigan pantografdan boshlasak, bu pantograf ham mikrofon bilan birga Fifine brendidan oldim. Avvaliga boshida men boshqa Tronmax brendidan xuddi shunaqa pantograf olmoqchi bo'lib turgan edim, lekin oxirgi momentda Fifine brendining o'zida ham xuddi shunday chiroyli, birga bir xil bo'lgan pantografini ko'rib qoldim. Lekin narx jihatdan Fifine brendniki plus minus $10 ga arzonroq bo'lgani uchun buni ham Fifine'ni o'zidan zakaz qilib qo'ya qoldim. Bu komplektni ichida o'rnatishga kerak bo'ladigan ключlari, mikrofonni o'rnatiladigan sozlamasi, stolga qotiradigan qismi va uning stoykasi. Stoykani materialiga keladigan bo'lsak, bu yoqimli, qo'pol bo'lmagan materialdan ishlangan. Buni har tarafga bukib, o'zingizga sozlab netganingizda yaxshi hech qanday ovozlar chiqmaydi va dizayn jihatdan ham chiroyli va stilni ishlangan. Ergonomika jihatiga kelsak, bu pantografda kabellarni yashirish uchun ham alohida joyi bor. Ayniqsa bu menga o'xshagan estetichniy kompyuter setup qiladiganlar uchun ayni muddao. Endi mikrofonimizga o'tsak, mikrofonimizni komplektida qo'llanma qog'ozchasi. Agar siz mikrofonni pantografsiz oladigan bo'lsangiz, stolga qo'yib ishlatish uchun podstavka. Bu podstavkasi biroz og'irroq va tag qismi rezinkadan ishlangan. Ya'ni stolga qo'yib ishlatganingizda siljib ketmasligi va yaxshi o'rnashini ta'minlab beradi. Ustki qismi esa plastik materialdan ishlangan, kачественный ishlangan oddiy podstavka. Va mikrofonimizni o'zi. Rangiga kelsak, men doim texnikalarni qora rangidan olardim, lekin bu safar stolimga podsvet qilib oq rangidan oldim. Keyinchalik kompyuterimga setupimni yorqinroq ranglardan qilish niyatim bor. Va so'nggi narsasi bu kompyuterga ulaydigan USB Type-C kabeli. Mikrofonni ko'rinishiga kelsak, men o'zim grafik dizayner sifatida olayotgan texnikalarni ham ko'rinishini chiroylisidan tanlashga harakat qilaman. Shunga mana o'zi ko'rib turibsiz, dedimga baho bersangiz bo'ladi. Buni tagida RGB podsvetkasi ham bor. Buni kompyuterga ulaganingizda shunaqa chiroyli yonib turadi. Buni mana bu oldidagi sensorli knopkasi orqali 12 xil rang rejimlaridan o'zingizga yoqqanini tanlab o'zgartirsangiz bo'ladi. Ulanish joylariga kelsak, bu yerda 3 xil razyomlari bor. Bittasi faqat naushnik ulab o'zingizning ovozingizni eshitish uchun, qolgan ikkitasi esa mikrofonni o'zini ulash uchun. Xohlasangiz Type-C orqali, xohlasangiz XLR kabel orqali ulasangiz ham bo'ladi. Shu yerda muhim ma'lumot ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil XLR kabel orqali ulab professional darajada ishlatish yo'llarini tushuntirib o'taman. Buni orqa tarafida mana bunday sensorli mute knopkasi ham bor. Shu yerga bosish orqali mikrofoningizning ovozini vaqtincha o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Old tarafida esa shu aytib o'tganimdek ranglarni almashtiradigan sensorli knopka va ikkita aylantirib sozlaydigan knopka bor. Birinchisi mikrofonning ovozini baland-pastligiga javob beradigan, ikkinchisi esa naushnikingizning ovozini baland-pastligiga javob beradi.
Pop filtriga ham biroz to'xtalib o'tsam, chunki pop filtr ko'p mikrofonlarda arzon materiallardan qilingan bo'ladi. Misol uchun oldingi mikrofonma pop filtri menga yoqmas edi. Bu mikrofonniki esa materiali juda yumshoq va yoqimli materialdan ishlangan. Endi menda bu mikrofonni pantograf bilan stolga qanday o'rnatish haqida savol paydo bo'ldi, chunki eski pantografim joy torligidan mana bunday ishlatishga noqulay bo'lgan holatda turardi va ishlatganda o'zimga yaqin olib kela olmasdim. Stolim menda shunaqangi tuzilganki, ikkita yon taraflarida tashqariga chiqib turadigan qirralari yo'qligi bois menda faqat monitorimni orqa tarafiga o'rnatish variant bor edi xolos. Shunga sizga ham maslahat beraman, pantograf olishdan avval buni o'rnatishga stolingizda joy bor yoki yo'qligini hisobga oling. Yaxshi ham bo'lgan pantografim konstruksiyasi niska profilli ham bo'lar edi, shunga через monitorimni tag qismidan chiqarib, men xohlaganday qo'yib ishlatish uchun imkonim bor ekan. Chunki bu stolkani olishdan maqsad men mikrofonim bilan komfortli o'tirish va keraksiz vaqtda bu mikrofonimni chetga surib qo'yib, o'zimga komfort yaratish uchun olganman. Endi asosiy narsa bu mikrofon ovoz sifati yozishi yaxshimi yoki yomonligini sizlarga test qilib ko'rsatib berishim kerak. Sezgan bo'lsanglar, bu introdan keyingi qismi o'zi shu mikrofonda men dublyaj qilyapman. Yaxshi yoki yomonligini o'zi sezgan bo'lsangiz kerak. Hozir bu ovozga men har xil обработка va filtrlar qo'yganman. Endi shu filtr va обработкalarimni o'chirib, sizlarga o'zini original ovozini sizlarga eshittirib ko'rsataman. Xo'sh, mana men hozir обработкani va filtrlarimni o'chirdim. O'zini original ovozda yozyapman hozir, hech qanaqa filtrlar qo'yilmagan. O'z sezishingiz mumkin, meni xonam sal torroq va unchalik shovqin ham yo'q. Shunga unchalik ham farqini sezmasligingiz mumkin. Shuning uchun hozir men yonimdagi derazani ochib, ozgina shovqinli holatda mikrofonim qanday ovoz yozishini sizlarga test qilib ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana do'stlar, hozir men yonimdagi derazani ochib qo'ydim. Bilishingiz uchun men hozir uyim oldida katta yo'l bor, mashinalar o'tib turadi. Ozgina shovqin menga hozir eshitilib turibdi. Shuning uchun orqa fondagi shovqinlarni ozgina eshitib olishingiz uchun men ozgina gapirmay turaman. Bu qanchalik darajada ovoz va shovqinlarni yozishini eshitib olishingiz uchun. Sezishingiz mumkin, unchalik ham ko'p shovqinli yozmaydi, chunki bu dinamический mikrofon, ya'ni asosan mana shu oldiga kelib gapirilgan ovozlarni yozadi. Xo'sh, mikrofon turlarini yaxshiroq tushunib olishingiz uchun oldingi mikrofonim bilan hozirgisini solishtirib ko'rsatib bermoqchiman. Oldingi mikrofonim kondensatorli mikrofonlar turiga kiradi, Fifane'dan olgan yangi mikrofonim esa dinamik mikrofonlar turiga kiradi. Ko'pchilikda farqi nimada degan savol paydo bo'ladi. Hozir shunga qisqa va lo'nda tushuntirish berib o'taman. Kondensatorli mikrofonlar ko'proq qo'shiq va musiqa yozish uchun qulay. Bu mikrofon yoniga juda yaqin kelib gapirmasangiz ham ovozni juda detalli yozib oladi. Chunki u atrofdagi tovushlarga juda sezgir bo'ladi. Bunday mikrofonlarni asosan ovoz yozish uchun professional studiyasi bor odamlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Dinamik mikrofonlar esa ko'proq bloger va kontent yaratuvchilar uchun mos desam adashmagan bo'laman. Bunday mikrofonlar ovozni asosan old tomondan va yaqin masofadan gapirganda yaxshi yozadi. Chunki bularda ovoz yozish maydoni qisqaroq bo'ladi va tashqi shovqinlarni kamroq yozadi. Shunga agar siz mikrofon olishni rejalashtirayotganingizda shu parametrlarni ham hisobga olib, o'zingizga qaysi biri mos kelishini bilib oling. Endi Fifane mikrofonni o'ziga qaytsak, boshida aytib o'tgan edim, buni через XLR kabel orqali ulab, ovoz yozish sifatini yanada kuchaytirsa ham bo'ladi. Hozir Type-C kabel orqali ulab ham ovoz yozsam yomon emas, lekin XLR orqali buni siz audio kartaga ulab, sifatini yanada yangi darajaga olib chiqsangiz bo'ladi. Lekin bitta minusi audio karta ham sotib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun. Men boshida bu mikrofonni olayotganimda o'zini komplektida birga ko'pchilik sotib oladigan mana bu audio mixerni ham olmoqchi edim, lekin hozirda budjetim yetmaganligi bois keyinchalik pulim ko'payganda olishga qoldirdim. Hozir menga shu sifat ham yetib ortadi. Xo'sh, endi bu mikrofon bilan mening perfeksionist ko'nglim to'ldi. Keyinchalik streamlarda va videolarda chiqishga uyalmasam ham bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bu mikrofon menga o'xshagan blogerlar va o'yin stream qiladiganlar uchun idealni budjetli variant. Yoqgan bo'lsa olishni maslahat beraman. Narxlarga kelsak, hozirgi bu obzorim chiqqan kundagi narxi mikrofonni o'zi 700 ming so'm, pantograf esa 600 ming so'mga tushdi. Bu mikrofonni qayerdan oldingiz degan savolga ham javob bergan bo'lardim, lekin afsuski
men olgan do'kon reklama uchun pul bermagan. Shunday ekan, buni siz O'zbekiston do'konlaridan bemalol qidirib topsangiz bo'ladi. Shunga texnika do'konlar menga aloqaga chiqing. Kelasi videolarda sizning videokonlaringizda reklamasi shu joyda bo'lishi mumkin. Shunday qilib do'stlar, video obzorim sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Obzorim sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang, chunki sizning layklaringiz keyinchalik chiqadigan videolar vaqtini yanada tezlashtirishga yordam beradi. Kommentariyada esa siz o'zingiz hozirda qanday mikrofonni ishlatasiz yozib keting, menga juda ham qiziq. Savol yoki fikrlaringiz bo'lsa, ularni ham yozing, men albatta o'qiyman va javob berib chiqishga harakat qilaman. Sizlar bilan endi xayrlashaman va kelasi videolarda ko'rishguncha chao deb qolaman do'stlar.